Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Ebu Hamid el-Gazali rahmetullahi aleyhinin Hidayet'nin mukaddimesi namlı kitabıda biz bugün cinabet gusıl münasebetlik mezmunlarını konuşturup ötümüz. Bu mu Ebu Hamid el-Gazali'ninki nezarida taqvalıqninki tashqi ko'rinishdagi dastlabki bosqichlar. Xo'sh, so'zimizga qaytib kelsak, Ebu Hamid el-Gazali mundaq deydi: sen ihtilam sebebidin yoki arayonlik munosabatdan junub bo'lib qolgan vaqtingda bir chaynak suvni suvxonaga akirgin deydi. Avval qo'lingni 3 qitim ju. Undan keyin sening badaningdagi azarliq narsalarni, yerginishlik narsalarni yo'qotqin, tazlig'in. Uni yağı sen namazga tarat olgan o'xshash tarat olgin deydi. Xuddi namozda duo qilgandek zikrlaringni davom etganga o'xshash deydi. Ammo ikki putungni yumaydi. Suv zoya bo'lib ketmasin deydi. Endi sen tartingdan beka bo'lding, yani tarat ep bo'lgan vaqtingda o'ng tarafingga 3 qitim suv qo'ygin. Niyatingda men junublikdan tozlanima degan niyat bo'lsin. Sol tarafingga 3 qitim suv qo'ygin. Beshingga 3 qitim suv qo'ygin. Demak bu 9 qitim suv qo'ygan bo'ladi deb umum badanga tegilgan suv. Badaningning oldi va keyni ulab yurdi. Chechinga xilol qil. Barmoqlaringni orsiga akir deydi. Suvni badanlaringning jismining ujur-bujurlarigacha choch unigan hamma yerga, choch boyaning hamma yerga suvni, mayli quyuq choch bo'lsin, mayli suyuqroq choch bo'lsin, hamma yerga suvni ulashtirib yetkizgin, tegishtirgin deydi. Tarat ep bo'lgandan keyin jinsiy a'zoingni tutib qolma dedi. Chunki Shafiy mazhabiniki nazarida jinsiy a'zoni tutish tarat buzg'an omillarniki biri. Agar jinsiy a'zoingga qo'ling tegib ketsa, taratni qayta ol deydi. Endi g'usl qilgan vaqtingda farz tuvandikcha. Birinchi niyat qilish, ikkinchi badanning umumiy hamma a'zolarini yuvish. Suv tekizib yuvish. Mana bu shu g'usl qilishdagi ikki farz. Ammo Hanifiy mazhabda bunga o'xshamaydi. Endi taratning qatorida ikki qo'lni, yuzni jaynak bilan qo'shib yumoq bir tarat. İki farz. Boshning ma'lum bir qismlariga masih qilish farz. İki putni ikki go'sh bilan qo'shib yumoq farz dedi. Qatim niyat bilan, tartib bilan. Tartibni farz deb qaragan bo'lar. Onundan boshqa avvallar, mesela qo'lni yuvish deymiz, og'zini chaqash, bunni chaqash deymiz. Mana shu odamning nazarida Shafiy mazhabida sunnat muakkida, ya'ni ta'kidlik sunnatlardan bo'lib, buning fazilati yuqori, savobi nihoyatda ko'pdir. Buning sal qaragan odam ziyonkor. Bu sünnetler sel qarg'a vaqtida farzmi halokatga uchrashi mumkin. Chunki nafillar farzlarni to'liqlaydi deb shunaq degan. Endi Shafiy mazhabida, endi G'azali o'zi Shafiy mazhabida bo'lgan, Imom Shafiyning mazhabida tartibni, niyatni farz degandik. Hanifiy mazhabda bu ikkisi sunnat deb qaralgan. Endi Ebu Hamid el-Gazali endi tayammum qilishdagi adab qoida usullarni bildirmoqchi bizga. Xo'sh, G'azali shunday deydi: suv topolmagan vaqtingda, izlab suv topolmay qolding. Yoki ma'lum sabablar tufaylidan suvni qashiq borolmading. Yirtqich hayvonlardan qo'rqding yoki dushmanlardan qo'rqding degandekda. Yaningdagi basu faqat usuzlik yetidi. Yoki yo'ldoshlaringning, qarindoshlaringning, hamrohlaringning usuzligiga muhim. Bu suv bo'lmaydi. Yoki bu suv boshqalarning mulki. Setulay desang, odatlik bahoda yuqori baho qo'yib turib oldi.
Yoki sende ig'ir jarohat bor. Yoki kasal bo'lib qolding. Suv ishlatsang, kasaling ig'irlab ketishdan ansiraysan. Undaqda sen farz namozning vaqti kirgan qadar sabr qilib saqlab tur. Uning keyindan yumshoq, pokiz, sap to'pida tayammum qilgin. Tayammumda ikki olqiningni to'piq ursan, barmoqlaringni yumib turib, shu orqali namoz o'qiyman degan niyat kallangda bo'ladi. Ikki barmoqing bilan, olqining bilan yuzingning hammini birli qatım masih qilsan. O çan tozağını, o çayının tegileriga epirme deb suğa o'xshash ishiltib, ulab ketmisan mı bo'ldi? Faqatla yuzingni selisan yetarli kifoya. Navati qo'lingda uzuk bo'lsa ilivet, yoki to'pi tegsin. İkinci qatım yana to'piga urib, olqonlaringni kirib imda o vaqtida onu ona ikki qo'lingni barmoqlaring, jaynikan bilan silivet. Qo'lingning hamma yeriga to'pi bormagan bo'lsa, yana bir qatim qo'lingni to'piq urib, shu to'ppa tekkichilik surkadi. Ondan ikki olqoningni bir-biriga silivet. Barmoqlaringning orasiga barmoqni kirgizib silivet. Bunu ona bir farz namoz o'qi. Xohlasang nafl namoz o'qisang bo'ladi farzdan keyin. Ammo yani sen ikkinchi qatim farz namoz o'qimoqchi bo'lsang, bununla yani yeniden tayammum qilishing lozim. Mana bu Şafii mezhebi bilan Hanefi mezhebinin arasındaki farq şu. Hanefi mezhebde bir tayammum bilan ta namazning vaqti tarat chiketkishilik şu tarat sungan kadar o'qis bo'laverdi. Lekin Şafii mezhebde her namazga ayrim bir tayammum qilish muqarrar. Endi masjidga chiqqan vaqtimizda qanday qoida usullar bor? Buna dikkat qilaylik. Endi tahoratni ep bo'lgandan keyin sen uyingda bir bomdatning 2 rakat namozni sunnatini o'qib. Tang yo'rg'an bo'lsa. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ashunday davom etgan. Ondan masjidga yo'l ol. Jamoat bilan namoz o'qishga sal qarma. Bo'lib bomdat namoziga qat'iy sal qarab qolma. Jamoat bilan o'qilgan namoz yolg'iz o'qigan namozga nisbatan 27 daraja ortiqdir. Agar bundaq zo'r foydaga sen sal qaraydigan bo'lsang, ilm talab qilishingda, ilm o'rganishingda nima foyda bordir? Ilmning natijasi amal emasmi? Agar sen masjidga mangan vaqtingda nihoyat temkinlik bilan, salmoqliq bilan mangan, oldirab ödüp lopuldap ketme. Yolda mundaq deb mangan dedi. Namaz chiqqan vaqtida. Bomdat namazını başladık o bu ishni. Ishning beshi bomdat denemde. Ey Allah'ım. Ey Allah. Sendin rahmet tilgüçilerinin. Sen tarafga qarab yuzlanguvchilarning. Sen tarafga yo'l olgan qadimimning haqqi hurmati bilan shuni so'ramoqchiman ey Allah. Men riyo qilib yoki kishilar meni ko'rsin deb damozlik qilib, yo kibrlik qilib, yoki nom obro' qo'g'lishib bu namozga chiqmayapman. Balki sening g'azabingdan qo'rqib, roziligingni izlab bu masjidga chiqdim. Shuning uchun sendan so'raydiganim ey Allohim, meni davzaqdan qutqazgin ey Allah. Meni jannatga akirgin. Gunohlarimni mag'firat qilgin. Gunohlarni faqat sen mag'firat qila olaysan degin deydi. Bu hamda insonning Xudo bilan bo'lgan xos bir bog'lanishni izlayotgan bir duo. Ammo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki namoz chiqqan vaqtida o'qiydigan xos bir duosi va buni sunnatdan izlab o'rgansang bo'ldi. Endi masjidga kirib bo'lgandan keyin ta kun chiqqan qadar, quyosh chiqqan qadar qanday adab qoida usullar bor? Biz shunga diqqat qilaylik. G'azali shunday deydi. Sen masjidga kirmoqchi bo'lganda 10 puting bilan kirgin. Va mundaq dedin. Ey Allah, Muhammed alayhisolatu vasallamga
Ail tavabatlarga rahim qilsizlar. Ey Allah, günahlarımni mağfiret qilsizlar. Bana rahmet darvozalarini ichivesizlar. Ey Allah degin. Agar navada masjidda ilm setim qilayotgan kishini ko'rgan vaqtingda Allah tijoratingga foyda bermasin degin. Agar navada masjidda yo'qolib ketgan narsalarni izlayotgan odamni ko'rganingda, ey Allah, bunun yutib ketgan narsani teppämigin degin. Payg'ambarimiz shunday qilishga buyurgan. Sen masjidga kirgan vaqtingda 2 rakat tuhfa namozi o'qimay turib o'ltirma. Agar sen navoda uyda 2 rakat bomdodning sunnatini o'qimagan bo'lsang, sen buni masjidga kirgandan keyin o'qigan bo'lsang, o'tirishdan burun, mana bu masjidning tuhfa namoziga yetar, kifoya. Buningda hem bomdodning 2 rakat sunnati, hem masjidning 2 rakat masjid haqqi namoz bu ado topgan bo'ldi. Agar sen bomdodning 2 rakat sunnatini o'qib bo'lgandan keyin bir oz vaqt bo'lsa, e'tikof niyat qilgin. Hanifi mazhabda e'tikofda cho'qim ro'z tutsa olmaydi. Ammo qolgan mazhabda bo'lib, Shafiy mazhabda masjidda o'tirgan har vaqtda niyatli qilsa bu e'tikof bo'ladi. Mayli 10 minut, mayli yarım soat, mayli 1 soat degandek. Shu e'tikofningki ajr berildi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bomdodning 2 rakat sunnatini o'qib bo'lgandan keyin qiladigan duolar bor. Sen shu duolarni bu yerda o'qigin bo'sh vaqtingda. Va mundaq degin: Ey Allah, senden qalbimni hidoyat qiladigan, tapriqchiligimizni yo'qotib bizni bir yer akilib jo'g'laydigan, meni bilimdor qiladigan, Üns ölüptüm toplanılgan, dinim islah boladigan, men bilmegenni bildirdigan, şanimni üstün qiladigan, amilimni pakiz qiladigan, Mana to'g'ri yo'l ko'rsatadigan, shundaqla meni yomonlikdan saqlaydigan bir rahmetingni bergin. Shu rahmetingni tilayman Allohim. Shundaqla yuzimni nurona qiladigan, menga hidoyat nisb etadigan, yomonlik gunoh ma'siyatlardan, dishvokarchilikdan saqlaydigan bir hidoyatni bergin Allohim. Ey Allah, men sendan doimliq iymon so'rayman. Doim qalbim illib tursin. Senden rastçil, işencilik bir iman, itiqat so'rayman. Senin bol deginin bo'ladigan, shu qadar menga sening taqdir qilganingdan boshqasi yetmaydi deydigan bir ishonch bo'lsin menda. Ey Allah, meni qanoatchan qilgin. Menga bergan taqsimotlaringga men rozi bo'ldigan qilgin. Ey Allah, Mana sadık iman nisb etsile. Şencilik, güçlük iman nisb etsile. Kapır bop ketmey bundan keyin. Ey Allah, bu iman arqılık dünya ahirette senin izzet şereflerine erişkin ba ey Allah. Ey uluq Allah, musibet, balay, afet boğa vaqtida bir sabr bəsile. Ey Allah, kıyamette nicatlık ata qıysile. Şehitlerinin derecesini bəsile. Bəxtlik saadetmenlerinin turmuşunu bəsile. Düşmanlar üstüdün qalbi qıldığan nusret bəsile. Peygamberlerge hemra bulduğun xislet ata qıysile. Ey Allah, men hacetimni men faqat sizga qilam deyman. Aqlim naqis, amelim kemtik bo'lsinmi, sizning rahmatlarga davomliq muhtojman. Sizdan davomliq so'raydiganim, ey Allah, siz bütün ishlarning hukmdori, dillarning davosi. Dengizlar arsida boshqalarni, mahluqotlarni qutqazganga o'xshash, meni davzax azobidan qutqazsizlar. Turlik beddua la'natlidan, qabrning fitnasi, qabr azobidan men saqlasizlar ey Allohim. Ey Allah, yaxshi bandanga va'da qilgan yoki ato qilgan mukofotingni his qilolmasammi? Shuningga loyiq amal qilolmasammi? Shu rahmatingni menga nisb aylasan ekan ey Allohim.
Şularga bergen şu rahmetingdan meni bir yirak qilmasan ey Allah'ım. Ey Allah, bizni to'g'ri yo'lda qilgin. Hidoyatga erishganlarni qatorida qilgin. Azmag'an, azdurmaganlar qatorida qilgin. Dushmanlaringga davomli urush ochadigan, do'stlaringga davomli bir aminlik tilaydiganlardan qilgin. Ey Allah, biz sening muhabbating bilan kishilarni yaxshi ko'ramiz. Sening adovating bilan san qarshi chiqqan mahluqotlaringga bizmi qarshi chiqamiz. Demakchi bo'lganim advada, ya'ni bizning boshqalar bo'lgan nafratimiz yoki muhabbat nafratimiz sening muhabbat nafratingdan kelib chiqqan, shuningdan sog'ib chiqqan muhabbat demakchi. Ey Allah, biz faqat duo qila olamiz, lekin ijobat rahmating sendindir. Faqat sana yelinimiz, sabab qilamiz. Sana tevekkül qilamiz. Sen tarafga biz qaytib boramiz ey Allah. Sening maditing, sening yordaming bo'lmasa ey Allah, bizning qo'limizdan hech kelmagan bo'ladi ey Allah. Ey chin mustahkam arqonning egisi bo'lgan, to'g'ri ishning sohibi bo'lgan Allah. Qiyomat kuni xotirjam qilgin bizni. Yaqin kishilaring bilan, ruku saydi qilgan do'stlaringlar bilan, va'daga vafo qilguvchi xalqing bilan bizni jannat qilishingni tilayman. Sen söyümlik, mehribon Allahsan, xoliqingni qilasan, ayb nuqsondan poksan, izzat va sharaf egisan, buyuk ne'mat egisan, qudratliksan, azaldan hamma narsani biladigan, ayb nuqsondan pokiz xoli zotsan. Bütün tesbih, tahlilimiz, takbirimiz, medhiyimiz sana layık ey Allah. Fazilet egizsen, kudret kamali egizsen, mert sihirliqning egizsen ey Allah. Hamma narsani o'z ilming bilan bilgitsen ulug' Parvardigor. Buni kendi yana bir qiladigan duo, ma duo sunnat kelgan duo ama. Buni yaxshi diqqat qilinglar. Ey Allah, mening qalbimda nur qilgin, qabrimda nur qilgin, qulqamda nur qilgin, ko'zimda nur qilgin, sochlarimda nur qilgin. Tenimda, terlerimde nur qilgin, go'shamda nur qilgin, qanimda nur qilgin, so'nkimda nur qilgin. Oldimda, keynimda, o'ngimda, solamda, üstümde, ostimda nur qilgin. Nurlarimni davomli oshirib bergin. Manga doim nur ato qilgin. Manga davomli nurni ato qilib manga nur bergin. Deb mush duoni o'qigin dedi. Endi mush yuqorqi duolarni o'qib beka bo'lgan vaqtingda farz o'qigan qadar faqat zikr tasbih bilan, Qur'on o'qish bilanla mashg'ul bo'lgansan. Shu orliqda azan anglab qolding. Endi bu odamniki ma'vo gapida namozga xidilam yarim soat burun, birer soat burun chiqish tashabbus qilingan gap ma'vo odatda. Yoki endi takbir bilan azanning orliqida xil uzoq vaqt bor muddatni belgilayapti buni. 15 minut, 20 minut, yarim soat degandek. Sen zikir tesbih o'qiyotgan, Qur'on o'qiyotgan vaqtlarda azanni anglab qolding. O vaqtida sen darhol qilayotgan ishingni to'xtatib, muazzin nima degan bo'lsa shu azniq javob qaytar. Muazzin Allohu akbar desa, sen mi shundoq degin. Har kalimani desa, shu gapni qaytlab sen deganda. Agar navoda hayya alas solah, hayya alal falah desa, bu vaqtda la havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim degan kalimani degan. Bu sunnatda kelgan. Agar navoda as-salatu khayrun minan nawm degan kalimani desa, u vaqtida ras to'g'ri deding deb mushtad degan. Endi sen navoda takbirni anglagan vaqtingda takbirdimi, ya'ni shu muazzin nima degan bo'lsa shuni degan, lekin qad qomatis sola degan vaqtida sen mundaq degan. Allah bunu doim shundoq osmon zamin yo'qolganga qadar Allah Taala doim qilib bersin buni. Namozni davomli qilmoqda uzilmas qilib bersin deganday. Demak bu odam Imom G'azali rahmatullohi alayh har bir kalimaga, har bir so'zga
loyiqida javob qaytarishni adab qoida usulida bu kitobda ta'kidlab o'tgan. Sen a'za o'qilib bo'ldi. Muazzinniki gapiga javob qaytarib degan gapni deb bo'lding. U vaqtda nima deysa? Tövendeki duanı oku. Ey Allah, muşu namaz vaxtida sana dualar kötürülgen peytte, kişi yaraklap gündüz yorgan muşu peytlerde. Senden şunu sorayma uluq Perverdigar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge cennetki yuquru mertebini, yuquru orunni ata qilgin. Onunla vəd qılgan büyük şapaat qilish maqamini bəgin. Sen vədenge xilaflık kılmaysan uluq Perverdigar, senin rahmetini tileyimiz ey Allah deyin. Navada sen namazdaki vaxtında əzanla anlap kaldın. Mesela nefil namaz degендek de, ya sünnet namaz. Namazını devam ettiği ve salam berip boğandan keyin şu yo'sinda javobni qayt tursam boludu deb shunaq. Endi imom farzga quloqni qiq bo'ldi, farzga turib bo'ldi. Sen hech qilma endi. Aşı bomdatning shirkat farzini o'qu. Namazın qanday o'qish, qoida usullar sana başta değil keyin deyiladi. Şu yo'sin bo'yicha o'qu sen. Endi namozni o'qib bo'lding o vaqtida Allohumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed degan mush duoni o'qu. Onun keyin Allohumme entes selam ve minkes selam degan bu dualarni o'qu. Bu dualarniki ko'pinchisini arabcha bilish tegishli dualar. Biz mush ma'nisini deb o'taylik. Ey Allah, sen ezeli xotirjamsan. Eminlik sendedir ey Allah. Sen tinchlik, amonlik egizsan. Bizni tinchlik bilan marhamat eyligin. Jannatingga kirgizgin. Sen hammadan katta ulug'san, hammadan buyuk ustunsan ey Allah. Keremlik yakki yegonisan. Sheriking yo'qdir. Butkul kainat, butkul mulk seningdir. Butkul umum yüzlük medihiye sanalı xasdır. Sen xalısan öldürsen, xalısan türüldürsen. Sen mengü hayatsan, ölmeysen. Bütün yaxşılık senin ilkindedir. Sen hemme nersige qadirsen. Ey büyük pezilet igisi boğan Allah, senden başka dostumuz yok. Sana da ibadet kılımız ey Allah. Kapırlar yaman kögen takdirdi mi? İhlas bilen dinine erişimiz. Emdi sen bunun din keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayali Ayşe radhiyallahu anhaga öğretken kamil bir dualar var. Şu dualar bilen dua kılgın. O dualar tövendikçe mundaq degende ey Allah, senden bütkül yaxşılıkni, hazırki ve keyinki men bilgen ve bilmegen yaxşılıkni tileyman. Ey Allah, sana sığınıp bütkül yamanlıktan ve hazırki keyinki men bilgen bilmegen umum yüzlük yamanlıktan panah tileyman. Ey Allah, senden cennetki yakınlaştırılgan söz ve emelini sorayman. İtikadını tileyman. Ey Allah, sana sığınıp devzektin, devzek ip bardıgan yaman emelledin, sözledin. Şu devzek ilip bardıgan itiqat fikirledin panah dileymin. Senden Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sorgan barlık yaxşılıkını sorayman. Sana sığınıp Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem panah diligen barlık yamallıktan panah dileymen degin. Ondan başka yana bir dua var, o dua olsun. Ey Allah, bana sen hüküm kılgan işinin akıbetini sen özün yaxşıga toğırlap bergin. Ondan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünki söyümlü kızı Fatima radhiyallahu anhaga vasiyet kılgan bir dua var. Şu duanı okuğun dedi. Bu dua tövendikçe ey mengü hayat, mengü hemmin idare qıp durduğan uluq zat, senin rahmetini tileymey Allah, birdenmi meni nefsimnin meylige yoki birer kişiga tashlab etmegin. İşlerimnin hemmin sen hal qıp bergin. Bundan başka
İsa aleyhissalatu vesselam bizning payg'ambarimiz Muhammad aleyhissalatu vesselam haqida degan tuvandek duosini o'qigan. Ey Alloh, men o'zim yaxshi ko'rmagan narsanimi o'zimdan mudofaa qila olmayman. O'zim o'ylagan manfaatgimi men o'zim ega bo'lolmayman. Hamma ish o'zimdan boshqa bir zotning qo'lida, ya'ni sening qo'lingda. Men o'zimning yaxshi amaliga bog'liq bo'lib qoldim. Mendimi faqir kishi bo'lmasa kerak. Meni dushmanlarim xo'sh bo'ladigan ishga duchor bo'lishdan, do'stimning mendan yomon gumon qilishidan, dinimda musibat bo'lishdan saqlag'in. Dunyoni mening cho'ng g'imim yoki ilmimning cheki qilib qo'ymag'in. Menga rahim qilmaydigan kishini menga hokim qilib qo'ymag'in. Menga musallat qilib qo'ymag'in. Onundan başqa sen özün şu hadislarda kelgan dualarni o'qisang bo'ladi va onundan başqa biz İhya Ulumuddin nomli kitapda da'vat bölümünde bir dualarni yozib qoldirdik. Sen şu dualarga murojaat qilib, ona duo qilsang bo'ladi. Sen endi bomdod namozini o'qib bo'lgandan keyin kun chiqishi bo'lgan oraliqda vaqtingni sen 4 turga bo'la. Birinchisi duo bilan bo'l. İkincisi zikir tesbih bilen. Üçüncüsü Kur'an oku. Dördüncüsü sen tefekkür kıl. Tefekkür mü bir ibadet? Mesela günahların ve kılgan hata kılmışların üstüde uylan. Büyük Allah'ın azabı hakkında uylan. Küllük kılgan ibadet ve zikirlerine tertip silip, red silip al. Daim Allah'ın azabı duçar buluştun, huşyar bol, dikkat kıl. Bütün Müslümanlar için devamlı yaxşılıkni o'yla, yaxşılıkni niyet qil. Taat ibadet bilanla bo'lishni irada qil, shuni niyat qil. İbadetning avzini tanlash bilan birga ibadet bilanla bo'lishni o'ylan. O'limni ko'p esla. Zikr tasbihlarida tuvandagi 10 kelime doim esingda yodingda bo'lsin. Arzu nishonlarni azroq qil. Ecilinin yıkılışıyotganligini o'yla. Bu ishlarning sening ixtiyoringda emasligini o'ylab qo'y. Sen nadomat, pushaymonlik qilib qoldigan ishlardan diqqat qil. Dunyoga bak oldinib ketma deydi. Uning keyindan tuvanda 10 kalimani tasbih zikrlaringda 10 tasbih zikr doimlik sening aytadigan zikirlerin olsun. Birincisi La ilahe illallah vahdehu la şerike lehu lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumitu ve huve hayyun la yamutu biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah'tan başka hiçbir mabut yok. Allah'ın şeriki yok. Cemi medhiye ve mülk Allah'a hastur. Allah tirildirdi ve öldürdü. Allah ebedi tiriktir, ölmeydir. Bütün yaxşılık Allah'ın elikidir. Allah hamma narsaga davomliq har zaman qodirdir. İkincisi dua bo'lsa, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Allah'tan başqa hech bir tangri yo'qdir. Allah shak shubsiz haqiqiy, iniq podshohdir. Üçüncüsü la ilaha illallahul vahidul qahhar. Rabbus semavati vel ardi ve ma beynehumel azizul gaffar. Allah yek yeganidir. Qaqshatqush zarbi bag'ichdir. Osmon zaminning egisidir. Nihoyat g'olib ve mağfiret qilg'uchidir. Dördüncü dua Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunun manisi Allah ayıp nuqsandan pakdır. Bütkül medhiye Allah kılam xastır. Allah'dan başka hiçbir tanrı mabut yoktur. Allah büyüktür, kattıdır. Allah hemmeden üstündür. Allah'ın mediti yardımı bulmasa bizim kolumuzdan hiç çıkmaydigan adamlarimiz. Beşinci dua bolsa Subbuhun Kuddusun Rabbul Malaiketi ve Ruh.
Bu dualarning hammasi Allah bilan insonning qalbini bog'laydigan, odam bilan insonning munosabatini chingitadigan duolar. Xudoning buyukligi, azamati ifodalangan. Allah pokdir, ulug'dir. Allah Jibril va bütün farishtalarniki parvardigoridir. 6. dua bo'lsa Subhanallohil azim va bihamdi. Büyük Allah ayıp nuqsondan pokdir. Bütün medhiye Allah'a xosdir. 7. dua bo'lsa Estağfirullahil azimillezî la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve es'eluhu tevbete vel mağfire. Allah'ın özünden başka hiçbir tanrı mabut yoktur. Allah hamisha mengü ebedi tiriktir. Allah hamma şeyini idare qilib boshqurib turibdir. Allah'dan tavba ve mağfiret tileyme. Bana bir tavba fursat berishni ve günahimni mağfiret qilishini tileyme degan bo'ldi. 8. dua bo'lsa Allahümme la mani'a lima a'tayta ve la mu'tiya liman mana'ta ve la radda lima qazayta ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd. Bunun ma'nisi ey Allah sen bergenni birisi ilovlanmaydı. Sen bermegenni birisi berenmeydi. Senin hükmünü hiç kim qaytıralmaydı. Senden başka hiçbir şeref eksi bizge paydı menfaat yetküzelmeydi degan. 9. dua bo'lsa Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Ey Allah peygamberimizge ve aile tavabatıga rahmet qilsizlar degan bo'ldi. 10. bo'lsa Bismillahirrahmanirrahim. La yazurru ma'a ismihi şey'un fil ardi ve la fis sema ve huves semiul alim. Bunun ma'nosi bo'lsa nom sharfi ve ismi sebeplik osmon zaminda hech narsa ziyon yetkazolmaydigan Allah'ның nomi bilan boshlayman. Allah hammin anlıqçıdır ve bilgüçüdür degan bo'ldi. Mushu 10 duoni doim sen yodlab, o'zingizga doimlik zikr qilgin dedi. Mushu kelimelarni 100 yoki 70 yoki 10 qitimdan takrorlab o'qi. Nechalik o'qisang o'zingizga. Kun chiqishdan burun dunyo so'z qilmag'in. Hadisda mundaq deyilgan. Mushu yuqorqi duolar o'qilgan vaqtida bunun ecri qanday bo'ladi deganda İsmail aleyhissalatu vesselam'ның ballardan 8 qulni ozod qilgandan afzal degan hadis keltirilgan dedi. Ba'zi bundan boshqa sahih hadislarda 4 qulni ozod qilgandek ajr bor degan İsmail aleyhissalomning ballardan. Lekin men 8 degan sandik hadisning sahih zaiflikni uqmayman, ammo 4 degan hadis sahih hadis Buxoriy rivoyat qilgan, boshqa hadis olimlar rivoyat qilgan. Demek hem de kun chiqishchilik bo'lgan orliqda hech qanday dunyo so'z aralashtirmay, sen bu zikr tasbih bilan mashg'ul bo'lgin. Bilgin, inshaalloh sen muvaffaqiyatga erishsa dedi. Bugungi darsimiz mushakil bo'lsin. Sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.